8-ci qism. Agar Shaoyani rostliq qutuldirg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, men o'zimni o'ltirib olishni xohlayman. Uning Shaoyani tutib, meni bu yerga kelishga majburlab, bu qiltoqni qurishi, mening bexudlik ichida yavaşlik bilan uning gapini anglab, uning qo'rchig'i bo'lishim uchun. U o'zicha bu jangda o'zini yanguchi deb o'ylaydi. U o'zicha mening ojizligimni tutib oldim deb qaraydi. Biroq u o'zining ojizligini oshkorlab qo'ydi. Uning uchun men hayot bo'lishim kerak. Men asta-asta beshimni ko'tarib, xalq maydonidagi telekameraga qaradim. Men uning menga qarayotganligini biletdim. Men kulgunimcha yonchug'imdan bir narsani chiqardim. U intayin nafs bo'lgan kichik pichoq edi. Men ashu kuni uydan chiqqan chaqda unimi billa elib chiqqan edim. Telefonning qarshi tarafdagi u sukutga cho'mdi. Nima? Qiziqarliq bilinyapamdi. Men eg'iz ochdim. Ovozim nihoyat tamkin edi. Agar o'zingiz yana yetkazishga petindigan bo'lsang, men uni hozirla o'ltirib o'taman. Heliqi ovoz birdili jiddilashib, g'azab bilan vaqirdi. Shundaqmi? Men o'tkir pichoqni o'zimning bo'yniga tangladim. Pichoqdan kelgan muzdek sovuqdan men teximi sagidim. Undaqda qo'l sanmamsan. Men ko'zitish apparatiga qarg'inimcha donimi-doni qilib vaqirdim. Hozirlik qo'l sol. Qani men sening uni qandoq o'ltirganingni bir ko'rib baqay. Ikkimiz bir tan. Men o'lsam, sendagi g'alati maxluqmi uzun qolmayli o'lasan. Sen hozir 100, hatto 1000 odam o'ltirsangmi, faqat menli o'zimni o'ltirib oldikanman. Ya'ni o'xshashli oxirda bir devi siz suvga aylansan. Biz ikkimiz birlikda dadam opamning yeniga ketayli. Bo'lamdi inim. Men inim degan gapni urg'uliq qilib, sovuq eg'iz ochdim. Ekrandagi menning chiroyi tortishib ketdi. U chotni xato so'qqan edi. U mening o'zi bilan tang halok bo'lishimni tanlashimni o'ylamagan edi. Atrofdan soqchi mashinasining ovozi anglandi. Uni qo'yib. Men yana bir qitim eg'iz ochdim. Pichoqni bo'ynimga asta-asta sanjidim. Pichoqning bisidan sirg'ib chiqqan qon sirtqa eqishga boshladi. Hozirla uni qo'yib. Ondan mening dunyorimdan yo'qol. Bundan keyin hech qaysimiz bir-birimizning turmushiga daxl qilmayli. Agar undaq bo'lmaydi ekan, men hozirla senga o'lib beraman. Bu mening birdan-bir ko'zurim edi. Men o'zimning hayoti bilan uning osh ko'zligini to'g'ri tikib atdim. U o'limdan qo'rqdi. Meningdimi bakrak o'limdan qo'rqdi. U sukutga cho'mdi. Nihoyat uzun jimjitlikdan keyin u telefonni qo'yib atdi. Ekrandagi ko'rinishda u g'oyib bo'ldi. Orqadan ekran asliga qaytib keldi. Men bu tikishishda o'zimning yanganligini yoki uttirganligimni bilmaydim. O'zim bo'lsam qattiq titrab, qo'limdagi pichoqni ching tutib turamayotgan edim. Bu chaqda telefon sayridi. Telefonni Shaoya urgan edi. Bu qitim telefondan Shaoyaning ovozi anglandi. U yuragi texi o'rniga tushmagan holda yig'lamsirab eg'iz ochdi. Chinshim. Mening putlarim bo'shab, yerga yiqilganimcha ovozimni qo'yib etib shig'ladim. U maxluq oxiri ko'zdan g'oyib bo'ldi. Polchining etqini to'g'ri edi. Uni yo'qotish uchun o'zimni o'ltirib olishim kerak. Biroq polchining o'ylamagani shuki, bu narsa o'limdan qattiq qo'rqidi. U mening o'zimni o'ltirib olishdan iborat bu xil usul orqali o'zidan qutulishimni o'ylamagan edi. Shunga u o'zi meni qo'yib etishni tanlagan edi. Saqchilar keldi. Ular kelib ahvol egilagandan keyin meni ro'yi kasal o'xshaydi deb qarab, Shaoyaga menga ching qarashni topilgandan keyin ketib qoldi. Nimali degan bilan kimmo xalq maydonida o'zining bo'yniga pichoq tanglab, telekameraga qarab, egiz-pas so'zlab yursa, kimni bo'lsa normal deb qaramaydi emasmi? Shundaqla ular mening uyimga borgan chaqda bo'lsa, uy qop-quruq bo'lib, hech qanday odam yo'q edi. Go'rega ilingan qizmi yo'q, aynak idishmi yo'q. Hatto yerdagi eliqi qora izlami g'oyib bo'lgan edi. Xuddi yuz bergan ishlarning hammasi xiyoliy tuyg'uga o'xshash.
Faqatla Shavyoning bo'ynidagi teyiz yara izi saqlanib qolgan bo'lib, hamma ishlarning rost ekanligiga isbot bo'layotgandek edi. Shuncha ko'p ishlar yuz berdi. Gerçi Shavyoga hech bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq men yanada esimga kelmayotgan edim. Men Shavyoni elib, bu yerdan ketib, boshqa bir joyda turmush kechirishni qaror qildim. Biroq uningdan avval men heliqi palchini tepishim kerak. Chunki u rostilla meni aldamagan edi. Men bu qitim uningdan haqiqiy ahvolni tushunishim kerak. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin yana heliqi palchi turadigan ko'chaga bordim. Atrofni shuncha izlagan bo'lsam-mu, palchining qarisimi ko'rinmadi. Ümidsizlangan holda orqamga burilib qaytmoqchi bo'lib turishimga orqamdan bir ovoz anglandi. Pal açıman pal, qarğığı yol açıman, ilacısızgı yol tapıman, beşinizgı kəgən apətni, keliş aldıdaki talapətni, alqanınızgı qarab tapıman. Pal açıman, pal. Men dərhalla orqamga burildim. Orqamda palchi bovay turatdi. Men baya uni izdiganda, u hech yerda yo'q edi. Qandaqsiga shuncha tezli paydo bo'ldi? Biroq mening hozir ularni o'ylashqidek vaqtim yo'q edi. Men aldirash eg'iz ochdim. Ustoz, palchi bovay menga gap qilmasdan, usti-beshimga bir qarab atgandan keyin chashqonning quyrug'idek burtini silg'inicha eg'iz ochdi. Yaxshi, yaxshi. Sendiki rezillik g'oyib bo'ldi. Lekin u narsa o'lmabdi. Faqatla sendan yiroqlab ketibdi. Bundaq bo'lishi to'g'ri emas-ku. Bovay shundaq degenicha mendan nemish bo'lganligini so'radi. Men bo'lgan ishlarni palchi bovayga aytib berdim. Gapimni anglagandan keyin palchi bovay qaqoqlab kulib ketdi. Taqdir, taqdir. Hammasi taqdir. Amaliyotda men oldin qitim sana aytib bermoqchi bo'lganim, dal mushu amal. U narsalar o'limdan qattiq qo'rqadi. Chunki u o'lsila qayta mavjud bo'lib turmaydi. Uning mavjudligi uchun sen hayot bo'lishing kerak. Afsus, oldin qitim sen gapimning davomini anglamading. Men o'ng'aysizlangan holda eg'iz ochdim. Ustoz, men u chaqda sizni aldamchi o'xshaydi deb o'ylab qopdiman. Buvay ortiq gap qilmay kulib qo'ydi. Ustoz, bundan keyin u yana meni izlab kelamdi. U narsa sening tiningni egallashdan mangu voz kechmaydi. U hozir faqatla sendan yiroqlab ketdi. Biroq hamon bir kuni yana seni izlab keladi. Undaqda u meni qachon izlab kelishi mumkin? Balkim hata, balkim uning muahdisidir. U narsa sening yana bir ojizligingni topganda izlab keladi. Men gap qilmadim. Yana bir ojizlik. Mening hozirgi birdan-bir ojizligim Shavyo. Agar yana bir ojizlik bor deyilsa, yuragim jig'idi qildi. Undaqda u Shavyo ikkimizning bolasimidi? Bu chaqda palchi bovayning gapi yana anglandi. Deydiganni sana deb bo'ldim. Undaq bo'lsa, bovay pul degan ishoratni qildi. Men aldirash bovay uchun oldin tayyorlab olgan pulni yonchug'imdan oldim. Halbuki men ingishib yonchug'imdan pulni elib, oldimga qarag'inimda bovay allaqachon g'oyib bo'lgan edi. Men atrofga qaradim. Hech yerda bovayning soyasi ko'rinmaydi. Men ixtiyorsizlik qo'limni yonchug'imga soldim. Bu chaqda qo'limga bir narsa urildi. Elib qaradim, men ilgari bovayga bergan pul edi. Men shu chaqda o'zimning haqiqiy bir kamolat egasiga uchirganligini bildim. Men ochiq kulib qo'ydim. Balkim keyinlikda u narsa yana meni izlab kelganda, bu bovay yana paydo bo'lishi mumkin. Balkim paydo bo'lmasligi mumkin. Albatta, bularning hammasi keyingi ishlar. Men Shavyoni elib bu yerdan ayrildim. Biz dengiz bo'yidagi bir kichik kentga kelib, dengizni ko'gil bo'ladigan bir uyni ijara oldik. Men har kuni portga chiqib ishildim. Shavyo kentda guldukini ochdi.
Turmushimiz oddiy, ammo nihoyat xotirjam edi. Oradan 1 yil vaqt o'tdi. U narsa yanada bizni izlab kelmadi. Men ixtiyorsizla yenimdagi Shavyoning qo'rsqiga tikildim. Uning tug'uti yiqilib qolgan edi. Balkim u narsaning meni izlab keladigan vaqtimi yiqilib qolgan bo'lishi mumkin edi.